mumkin. Farq sezilib turibdi menimcha. Ko'zimga ham sezilib boshladi. 5 kundan natija bo'layapti, xudo xolasa. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun 2025-yil 10-aprel Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumani To'xtamurod akamni kabrak poliyalari ikkinchi dori sinovini bergani keldi. Xudo xolasa ikkinchi dorilarni quyib bo'ldi. Xudo xolasa har 5 kunda kelib profilaktika qilib har safar quyamiz. Birinchi dori quyganimiz o'zida To'xtamurod akamga sezilarli darajada bizga ham kelgan sezilarli darajada foydasi bo'lgan, rezultat bo'lgan, xudo xolasa. Xudo xolasa mana o'tgan safar 4-mi, 5-sitada kelgandilar-da. Oybek shunaqa adashmasam 5-sitada kelganmiz. Kelgan buyoqlar biz endi 10-si mana bugun 10-sila kuni, aprel kuni mana o'zlaringiz ham ko'rishlaringiz mumkin. Farq sezilib turibdi menimcha. Ko'zimga ham sezilib boshladi. 5 kundan natija bo'layapti, xudo xolasa. Nasib bo'lsa, Oybekjon aytganday natijaga erishamiz deb o'ylayman, xudo xolasa. Mana shunday samaradorlik mana bu birinchi etap bo'layapti. Keyingi safar yana ham o'zgarishlarni etap bilan ko'rsatib bormoqchim. Shunaqami? Xudo xolasa.